Alo, Ana shu poraga hal qilsak bo'ladimi? bo'larkan. Qancha? 30 Mingmi? pora. Alo. Arzoni bor ekan, qimmati bor ekan. Qaysi biridan olay? Nima farqi bor kafarlik-ku? Olaver. Alo. Do'stim, xotinim qiz bo'lamas ekan. Sen ham o'g'il bolamas eding. Alo. Bank undiruv bo'limidan bezovta qilyapman. Kreditingiz bor ekan, qachon yopasiz? Sizni so'rashyapti. Alo. Yaxshimisan? Rahmat. Umralarga yaxshi borib keldingmi? Rahmat. Mashinalar qulli bo'lsin. Rahmat, o'zingizga ham pulli bo'lsin. Ko'chayotganda qiynalmadingmi? Yangi uylarga ko'chibsan. Yo'q, qiynalmadik, rahmat. Hammasi yaxshi. Uzr, tanimadim. Kim bu? Men seni qarzing bo'laman. Esingda tursin deb telefon qildim. Qiyomatga qolib ketsam, qiynalmagin deyman-da. Rahmat. Ha. Alo. Allo, yaxshimisan, sinfdosh? Ha, yaxshimisan? Rahmat. Tinchmisan o'zing? Rahmat. Nima gap? Bir narsani aytgani telefon qildim. Oldimga singling kelgan ekan. Abort qildirmoqchiman deb. Adashmasam, turmushga chiqmagan-da. Keyin meni o'pkalab yurmagin dedim-da. Allo. Eshityapsanmi? Allo. Alo. Sendan boshqa telefonni ko'taradigan odam yo'qmi? Ha, hozir. Eshitaman. Aka gay ishlab oldi. Shundan eting qo'yib yuborsan. Bering trubkani. Assalomu alaykum. Eshitaman. To'g'ri jarima maydoniga olib borilsin. Xo'p bo'ladi, tushunarli. Mana telefoningiz. Aka nima qilganingiz bu? Qo'ydirib turarsiz bo'lardi-ku. Mendan oldin ko'targan odam hal qilardi. Aka, endi unaqa emas-da. Qo'ysizchi. Salomat bo'lasiz. Bu narsa qilaydi, oyoqda qolib ketyapman. Alo. Boshqa yaxshimisan? Ha, Husna. Yaxshimisan? Yevropalar tinchmi? Ha, tinch, yaxshi. Ha, yaxshi. Nima yaxshi yangiliklar? Ha, Germaniyadan ko'chdim Fransiyaga. Oo, tabriklayman. Nimaga ko'chding? Ha, Germaniya qimmat bo'lib ketdi. Gaz qimmat, svet. Ha, Fransiya arzon ekanmi? Ha, kelsam bu yer undan ham qimmat ekan. Shunga telefon qilyaptim o'zi. 2000 chiqarib turgan 500 im bor, 2,5 ming ekan to'lov. Ha. Bo'ldi. Do'stim, men senga 2000 emas, 2700 chiqaraman. Shu 700 ga ortga qaytishga bilet olib qaytavergin. Seni shu yerda yurganing arzonroq tushar ekan bizga. Yaxshi kelib ol. Alo. Nima qilsam rasm bilan videoni o'chirib tashlaysan? Men senga ro'mol o'ra, namoz o'qi, yaxshi yo'lda yur demayman. Men ko'rganimdan, yomon narsadan seni ogohlantirib qo'ydim, xolos. Hayot seniki. Xo'p, shunda rasm bilan videoni tarqatmaysanmi? Bu telefondan unaqa qilish mumkin emas.